Yangi mikrofonga obzor kommentariyalarida ko'pchilik meni videolarimda звуки некачественный deb yozgan ekan. Mana men bugun yangi mikrofon sotib oldim va buni hozir sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, yangi mikrofonni производствоsi Enmi kompaniyasiniki. Xo'p, sifatini bo'lsa hozir ko'ramiz qanchalik sifatli. Так. Chindan o'rtoqlar ko'rishgan mumkin. Mana bunaqa narsa chiqdi. Вот коробочкасы. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, tipa naushnikka o'xshagan narsa mana bunaqa case bo'lar ekan. Hozir buni ham ochamiz. Xo'p, mana bu o'rtoqlar case, mikrofonlarda zaryad qiluvchi case o'rtoqlar. Buni hozir ochib ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, bu mikrofonda case va ichida ikkita mikrofon bitta nimasi turibdi. Mana bunaqa mikrofon o'rtoqlar. Tak, bu mikrofon pachkada, ya'ni bitta case ichida ikkita chiqadi. Mana bunisi bo'lsa, ko'rishinglar mumkin, telefonda, ya'ni telefonga bunisini sayib turib, mikrofonga через Bluetooth orqali gapiriladi. Case'iga obzor. Bu mikrofonda удобный taraflarini aytib o'tib ketsam, nimaga aynan bu dumaloq mikrofondan oldim? Chunki hozir ko'ryapman internetlarda ham, ba'zi bir blogerlar bilan ham gaplashyapman. Вот aytishyaptiki, imенно mana shu dumaloqlari hozir qandaydir trend bo'lyapti.